Babamning aytib berishicha, zaminimizning bir chetida havosi sof, yop-yeshil libosdan to'n kiygan, ikki tarafida xislatlik daryosi bor bir shahar bo'lgan ekan. Bu daryolarda har xil qimmatli toshlar eqib turdi ekan. O shaharning yana bir yezisi bo'lib, bu yezning kishilari millatimizning oq ko'ngil, mehmondo'st, ishchan va o'zaro yordam berishdek esil fazilatlarini o'zlariga jam qilgan ekan. Bu yezda ham bilimli, ham taqvodor bo'lgan bir mo'tabar kishi o'tgan bo'lib, u yezdagi qarindoshlarining har xil da'vo dasturlarini odil bir taraf qilib berdi ekan. O'ngidimi, tushidimi qavmi qarindoshlarining g'amini yeb, ularga biror ish qilib berishni o'ylaydi ekan. Hamda yezdagi kambag'al, yetim yesirlarning beshini silab, al jamoatning hurmatiga erishir ekan. U mo'tavarning ikki o'g'li bo'lib, cho'ng o'g'li intayin itoatman, dadasining sizg'an sizig'idan chiqmaydigan, gap anglaydigan bola ekan. Kichik o'g'li bo'lsa, kichigidan yaxshi o'qimay, sho'xlik qilib, dadasining degan yeridan chiqmaydi ekan. Keyin u mo'tavar kishining kichik o'g'liga g'azab etishib, uni uydan qo'g'lab chiqardi ekan. Shuning bilan u mo'tavar jamiyatida nurg'un qiziqarli, ta'sirli hikoyalar yuz berdi ekan. Bu hikoyalar hozirmi shu yezdagi kishilar og'zida tarqalib yuribdimish. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Teshkatlar. Jamoat. Tektirishiblar. Salomat turiblar. Xudoga shukr. Tinchlikmi? 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 Tinchlikmi o'g'ajam? Xudoga shukr. Tinch turiblar. Tinch turiblar. Tinchlikmi? Taqdi veraylik. Taqdi veraylik. Qani bolalarım.
Aba Bekri, Xo'sh. men qachonmi orzuyimga yetaman? Qachonmi? Qandaq arzular bor edi, xo'jam? Bu qarindoshlarimizni ko'rsamla, bularga atab bir haqsiz davolaydigan shifoxona ichib qo'yg'im keladi. Biroq bu orzuyim bo'lib qolmasidi deyman. Elimo jiq yaxshi qilyaptilar, xo'jam. Bu arzularimi amalga eshib qola. Qani, o'ykirili. Xo'sh. Hocam! Hocam to'xtatdilar! Hocam! 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 Nima ish bo'ldi, Savut? Hocam! Benim kızım Qizdirg'ining bo'ldi. Davasila. Texi tunugilla qizdirning to'yini qilib qo'ygan-ku. Abdullah o. Abdullah? Abdullah degan kim u? Eyliqi Ahmet Borekning o'g'lichi. Şu Abdullah. O güne toy şundak retlik obdan ötküzülgende. Abdullah kızımızla çıraylık yotkep ketkendi. Bizim kudretimizden yetişçe toy kaydısını kılıp kızımızı yolga sep koygan. Mana emdi kızımız kaçıp kepti hocam. Yüz gözlü kögül olmaydı. Onu hayvan urgandak uruyutuptu. Kızımız hatta beni mi tanıyamaydıken? Hocam, emdi kızımızı ben kandak kılımen. Ben bu yazıda yüzümü kandak götürüp yürüyeyim hocam. Biz bir kolu kıska dehkan bu işne emdi kandak kılamaz. Özleri bir yardım kısılar hocam. Sabır qısıla. Aba Bekri, Ha? Abdullah degan kim? O tüven kim eldi ki Ahmet Borekning o'g'li. Nereden kelgan nima u? Men o'qimaydi ekanman, hocam. O yengidin kep qolgan eski bir lükçek, hocam. Savut, aldırmasıla. Aba Bekri. Ha? Sile, Savut başlık bir neçe adamını elip, Abdullah'ını tepip, daraxt uyudu meni saqlasıla. Obdan, Hazır obdan olasın. hocam. Ma'qul, ma'qul. Tez bosla. Yürüsle. Hocam! Hocam! Özlerini birisi izlep kepti. Sizlarga deydigan bir iltimosim bor deydi. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Assalomu alaykum. Men oldinlarga shundoq bir tanglikda keldim, hocam. Mening bolam oliy maktabga o'tgandi. Shu bolaga iqtisodiy jihatdan qiynalib, u yerga berib, bu yerga berib, oxiri hech amal topolmay o'zlarini qishi keldim, hocam. Yordam qo'llarini sungan bo'lsalar. Ali mektep ötkenmedi. Shundoq. Xotirjam bo'lsalar. Men Rahmat sizlarga. cezme yardım qilaman. Rahmat, hocam. Vallahi Ali mektepte o'qisa, men de xo'sh bo'laman. Rahmat. Qani, kiraylik. Bu yaxshi ish bo'pti. Bek baland ish bo'pti. Rahmat.
Muhammed, Ha? şəhərdən əziz mehmanlar kelidi. Qora joylarni obdan tozalab qo'ygan. Ular mush uyda turadi. Ma'qul aka. Yenge, shaharda mehmon kelamda? Ukam, buni so'rab nima ish qilasiz? To'g'ri. Akangiz nima ish qilib buyursa, shuni qiling. Menga. Shahardan qandaq mehmon keladi ekan? Bilmedim. Aziz mehmon deydi-ku. Mehmon deganning hammasi aziz bo'ladi. Shahardan biroz kelib qolsa, biz ularni kutamiz deb holimizni ketib qoladi ekanmiz. Mening ular bilan zodil xushim yo'q. Agar sen shaharga berib qolsang, ular avval sendan tinch amonlikni so'ramay, aksicha nima ishil kelding, qancha kun tursan deb so'raydi. Bak qahvash xap u. Shun ular bilan xushim yo'q. Ular bak o'shib ketdim degina. Voy Xalchxon. Men balangni yig'iltsa, Nim deb yig'laydi, iman deb yig'laydi. Bu balniza. men berib imitib olamsa. Qo'ylaringni biz qarab turaylik. Hay qo'ychi. Hay qo'ychi. Yo'lni bo'shiting. Bizim demidi, qo'ylarni da'vatidi. Sizlarni da'vatmen qilvala. Qulqinglar anglamadimi? Bizning qulug'imiz anglaydi. Biroq qo'ylar buni bilmadi. Buni tushunamsiz kalvaqqiz. Tag'a, siz berib qo'ychilarga dang, ular yo'lni bo'shatsin. Ma'qul. Men tushib, ularga o'zim dey. Ag'inlar. Bu qo'ylarni uyga olib ketyapsizlar yoki yangi kelinni yo'tkab ketyapsizlar? Yangi kelinni qandoq yo'tkaydi? Buni biz bilmaydi ekanmiz. Chunki biz tek to'y qilib baxmagan. Bundaq ishlar bo'ytaqlarning qo'lidan kelmaydi. Qarab turinglar, ha? Men qo'ylarni qandoq aydaydi ekanman, ha? Tag'a, nima ish qilyapsiz? Tez bo'ling, ha? Tez bo'ling, ha? Oy xinem, bu qo'ylar tag'ning kiyiga emas, odamni ko'z qochadigan. Hey, fikirlarim, bu qo'ylarni nega gap mangdinglar? Injenerlik maktabi tizimlat qili. Hey, fikirlarim, meni kalva chaqlayapsizlar nima? Bu yo'l bilan taxt ko'rik yezisiga bog'liq bo'ladi-ku deyman. To'xtang. Taxt ko'rik yezisiga nima qilib borasiz? Men u yerga berib, 2 tuyoq kala setib olib, maktabda o'qitib, savodini chiqarmoqchi. Unda o'schu, siz bu yo'l bilan u yerga boramaysiz. Chunki oldi tarafni so'yib ketdi. Shunga siz keyningizga 10 kilometr yenib, o'ngga burilib, ondan so'lga burilib, o'ngga burilib mangsangiz, onda yetib borasiz. Hey, yo'l buzuq ekan. Mashinani keynimizga yondirib, aylanib mangsak, ondan bag'idaymiz. Ularni o'tirvatdim. Avu qiz bizni qo'ychi kalva deydi. Qeri bo'lsa bizni kala deydi. Bu shaharliklar yezimizni jihroq aylansa, kalisi sagdab qoladi. Yura, yo'limizga mangaylik. Ay, dada, apa keldinglarmi? Qizim, bu yer bo'lamdi ekan, ha? Bo'ladi ekan, bak yaxshi ekan. Qani uy kiraylik. Muhammad, Ha? somkalarni uyga kirib. Bo'ladi. Qizim, xo'jamni ish qilib yuribsan-ku. Nima, xo'jam? U bu uyda ishlaydi ekan-ku. Bu uyda ishlaydi ekan? Uning chiroyi Habibulloh xo'jamninkiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydi ekan, ha? Siz Habibulloh xo'jamning o'g'limi? Ma ishni ko'ring. Siz nim deb bu somkalarni ko'tarib oldingiz? Sizlar mehmon bo'lgan ekan. Aykilan o'g'lim, bu somkalarni men olay. Bu Siz bu ishlarni qilib yursangiz bo'lmaydi o'g'lim. Siz berib aytki qutlug' kuniga tayyorlik qiling. qutlug' kun. Nima? Siz tek bu ishlardan xabarsizmi? Ayt sog'ligingiz bilan o'g'limga choy ishkizdigan qutlug' kun.
Qani mehmonlar ağaç o'ltirsizlar. Qani elisizlar, elisizlar. Qani o'zlarim elishqa. Elisizlar, elisizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qandaroq ahvollari? Amay oshmay kelishiblar. Qani, O'tirsizlar, yuqori o'tirsizlar. qo'ysizlar. Qani. Qani, o'tirsizlar, o'tirsizlar. Qani xo'jam. Mehmondan kelsin. Amin. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qandaroq ahvollari? Amay oshmay kelishiblar, obdan kelishiblar. Qani o'tirsizlar, o'tirsizlar. Alaydan kelganda oldilarga chiqamay qopdiq. Hech qisi yo'q xudam. Hürmetli qudam. Toyning tayyorligi asosiyatdan tutib qoldi. Ballarning beshini o'ngshab qo'yishga qaysi bir qutlug' kunni tanlaymiz? Buni o'zlari belgilab bersinlar. Rahmat xo'jam. Bu ishni eng yaxshisi o'zlari belgilab bersinlar. Qizlar, Muhammad xo'jam qani? Bilmaymiz, kichik tag'am cho'ng dadamning oldiga kelolmaydi. Nimishqa? Cho'ng dadam uni kesil xafa bo'ladi. Dadam singlingning to'yini to'yuqsizli o'rlashtirdi. Men sening bu ishlarni bilmaydiganligingni bilmabdiman bolam. Men bilsem bilmesem, işler öz yolida meni yurdi apa. Men faqat mushu uyda turdiganligimni bilaman. Men xizmatchiga o'xshash tursam, xizmatchiga hamma ishni deb yurishning hojati yo'q. Apa, men o dunyodami sizlarni apa, dada deb yursam deyman. Apa, men bu dunyoda erishamagan muhabbatga balkim u dunyoda erishib qolaman. Bolam, jinim bolam. Xo'jam, mundaq bir ish bor edi. Boshqacha o'ylanib qolmag'aylar. Davaslar. Xo'jam, o'zlarining ota-bobollari hammasidagidek Makka Madinani tavof qilib kelgan hojilar edi. O'zlari kelganda demakchi bo'g'inim, ballarning ishlari bekitilib bo'ldi. Bu ish azroq kechiksimi, hech qisi yo'q. Bu ishda bizning o'ylaydiganimiz o'zlari oldi bilan Makka Madinaga berib bir tavof qilib kelgan bo'lsalar, xushalliq ustiga xushalliq bo'lib, ikki qutlug' kunda to'y marosimini qilsaqmikin deymiz. Bundaq bo'lganda ota-bobolarimizning ro'yimi uy ichi ham sirtidiki hammamizning xushalliqda beshimiz osmonga taqashgan bo'ladi. Albatta, o'zlari buningda xarajatdan qisilmaylar. Mening deydiganim mushu xo'jam. Qani, choy sizlar. Xo'sh. Qudam. Men sizlarga mundaq bir rivoyatni so'zlab beray. Burun bir mahallada bir kishi o'tgan ekan. Uning 9 tal. Hech nimadan qisilmaydi ekan.
O bütün ömrüde tapkan təginni özünün uluq arzusu bolğan hej tavapqa yığıptı. O kişi hemme tayarlıqlarını püttürüp, mağamaq çop durğanda, onun məzlumi oxşıgan bir vaxt tamaq etip onu uzutup koymaq çoptu. Biroq, o məzlum öydün bir baş piyaz tapanmay, xoşnısının öyüge piyaz sorap çıkıptı. Ulanın xoşnusu bolsa, intayin kembeğel, öyleri ötmütüş köp ketken. Birigi tapsı birigi yok. Biroq, ulanın birli koyu varken. Aldığın günü keşte, ulanın koyu tuyuqsuz ölüp ketipti. Şoňa ola koyunun güçini vaqtida tazlap, şorpı saptı. Aile boyunca bununla eğiz tikip oltağanda, hoşnisi bolgan məzlum bu oyga piyaz sorap kiripti. Ola hoşnisi soragan piyazını berip, özleri gızanı ye veripti. Bununla qosuğu köpken məzlum közüge yaş elip, öyüge berip, işini baştan ahırıcı sözlep, akilip yıqlap ketipti. Burundan tatip bizden hemminimini sorap kelgen av yoxsul, bugün bir şorp içip diken. Tamak üstüge kirip qalsam mı, meni tamak teklip qilmedi edip, qattiq yıqlap ketipti. Bunu anlagan o kişi, qattiq xafa olup, qoşnusuna uyga kiripti. Hem, boğan ahvalini baştan ahır sözlep, qoşnusunun məzlumiga qilganlarining to'g'ri bo'lmaganligini aytibdi. U yo'qsul debdi. Biz yegan go'sht bizga halol. Lekin sizning mazlumlarga harom. Shunga men g'izoga taklif qilishga petinamdim degan ekan. O kishi damalliqqa bu so'zni tushunamay qarab turibdi. Yo'qsul gepini davom qilib, bu asli bizning birla qo'yimiz edi. Akşam tuyuqsiz o'lib ketib qoldi. Oilda yeydigan narsa bo'lmaganligi uchun biz go'shtni tozalab sho'rpa qilgan. Sizlar o'zlaringiz bilalar. Shariatda bundaq malning go'shti bizdek yo'qsullarga halol. O'zdirdek 9 tel kishilarga harom deyilgan. Şoňa men mazlumlarga bu go'shtni zo'rlayapmidim. Meni kechirsilar deb javob beribdi. Buni anglagan qo'shnisi uyga qaytib chiqib, tavapqa tayyorlagan barliq mol-mulklarining hammasini eliqi yo'qsul qo'shnisiga xarj qilibdi. O yo'qsulning uy makon, mol-varollarini to'liqlab beribdi. O'zi hajgim bormabdi. Xo'sh. Bir kuni uning tushida qaddi qomatlik, muhsibit bir kishi ayon bo'lib, uning tilovatining qabul bo'lganligi to'g'risida bishorat beribdi. Hurmatli Qudam, men o'z makonimdagi, mushu tuproqimdagi, ana yurtimdagi o'z qarindoshlarimning chiroyidagi tabassumni ko'rsam, bo'libmi? Ashu yo'qsullarning chiroyida kichikkina tabassumni ko'rsam, hajga borgandek bo'ladi. Hajga borgandek. Men qarindoshlarimga tehi hech nima qilib beramadim. Hech nima. Agar qudratim yetsa, mushular uchun haqsiz shifoxona, bolalar uchun haqsiz maktab soldirib bergim bor.
Biroq men mushi ishlarning mening orzum bo'lib qolmasligini umid qilaman. Xudo. Ballarning beshni o'ngshab qo'yishmi? Hajidek ulug' ish. Shunday emasmi? Aka, yaxshimisiz? Nima? Men siz bilan Muhammad xo'jam to'g'riliq so'zlashgil kelgan edim. Nimishqa menga bunda qaraysiz? Tam o'shkamgacha Muhammadni hech kim xo'jam deb baqmagan. Qani ayting, siz nimani bilmoqchi? Xo'jamning cho'ng o'g'li xili o'qimishli odamkan. Xo'jammi shundaq? Bilmadimkin, nimishqa Muhammadga boshqacha muomala qiladi. Muhammadmi uning o'g'li-ku. Shundaq, o'g'li. Biroq xo'jam uni hozirgacha o'g'ildek ko'rmaydi. Nimishqa? Muhammad kichigida maktabda o'qiydi. Lekin o'qishi bek nachar edi. Imtihonda doim 0 oladi. Xo'jam uning imtihon qog'ozini ko'rib, uni doim uratdi. Shuning bilan u imtihon qog'ozini 100 qilib yetdi. Lekin berib yana tayoq yeydi. Chunki Muhammad 100ning keyinida necha 0 borligini bilmaydi. U ba'zida 1ning keyiniga 3-0 qo'yib qo'ysa, ba'zida 5-0 qo'yib qo'yadi. Ish qilib Muhammad o'qishga faqat qiziqmaydi. U faqat Gulsum uchun maktabga boradi. Gulsum? O kim? Gulsum, xo'jamning yaqin birodarining qizi. Ota-onasi kichigida olamdan o'tgan. Shunga xo'jam uni o'z qizini boqqandek beqib cho'ng qilgan. Muhammad bilan Gulsum doim maktabga birga boradi. Muhammad Gulsumni yaxshi ko'radi. Gulsum bo'lsa, o'qishni yaxshi ko'radi. Biroq Muhammad Gulsumni doim o'yinga zo'rlaydi. Shuning bilan Gulsum maktabda yaxshi o'qiyolmadi. Keyin xo'jam Gulsumni shahardagi maktabga olib bordi. Shuning bilan Gulsum bilan Muhammad ayrilib ketdi. Muhammad Gulsumni o'ylab doim xomush yuradi. U har haftaning shanba, yakshanba kunlari shaharga kirib, Gulsumni yo'qlab chiqardi. Yo'l yaqin bo'lmasa. Sizni bek seg'inib ketganman. Qarang ko'zlaringizga, yolg'on aytmang. Mushkullarda sizga zodi nim bo'ldi? Boshqacha bo'lib qoldingiz-ku. Oldingi 2 qitim kelgandimmi? Burunqi Gulsumni ko'ramagandim. Bu qitim burunqi Gulsumni ko'raman deb kelgandim. Biroq uni yana ko'ramadim. Nimalarni deydigansiz? Siz meni o'zingizga o'xshash bekor yuradigan chaqlab qoldingizmi? Mening maktabim bor, bir o'quvchi tursam, darslarim bek ig'ir. Siz meni nima chaqlab qoldingiz? Meni o'qig'il qo'yamsiz yo'q. Sizningcha men bo'ldilar. Kechda darsim bor, darsga tayyorlik qilsam bo'lmaydi. Gulsum, sizga zodi nim bo'ldi? Men sizni yaxshi ko'raman. Buni obdan bilsiz-ku. Siz nima ish tuyuqsizlar? Bo'ldi. Yana qaytadan boshlag'ila turdingiz-ku. Muhammad, xo'shib qalay, kelar hafta ko'rishaylar. Kelar hafta siz bilan cho'qib ko'rishiman. Hozircha o'til yeziga keting. Bo'lamdi, ha? Ma'qulmi? Siz bilan kelar hafta ko'rishiman, ha?
Gülsüm. Men sizdan faqat birli savol so'rayman. Faqat birli. Siz meni yaxshi ko'rganmi, ko'rmaganmi? Yaxshi ko'rib boqmagan. Onu aldım. Bundan keyin uning chiroyida bir g'amkinlik. Ya ko'zida bir tab jash ko'rib qolsam, seni kechirmayman. Hargiz kechirmayman. Kördünmü? Sen kördünmü? Sen körüp duruvatsan, hemmini kördün. Çünkü hemmini uğurlaştırgan sen. Menin takdirimge nimelerni uğurlaştırdın. Yani nimelerni uğurlaştırdın. Gülsüm. Gülsüm nim boldu? O nimişqa özgürüp ketidi? Men qaysi qilgan gunoyim uchun muhabbatning jazosiga uchrayman. Muhabbat degan sadoqat tushunishdi-ku. Buni sen bilsan, qani bu tushunish. Qani bu sadoqat. Sen nima uchun sukut turib olasan? Nima uchun? Ey rahimsiz Derya. Sen bizning g'ubarsiz muhabbatimizning guvochisisan-ku. Neymişki gap qilmaysan? Sen mening muhabbatimni ashu rahimsiz to'lqinlaringda eqitib ketmoqchimi? Vafosiz dunyo. Sening menga Gulsumni berganligingdan mamnun edim. Razı edim. Meni dadamning muhabbetidan ayırdım. Hem de Gülsümning muhabbetini ilip ketmoqchimi? Xap Gülsüm, xap.
Gülsüm. Belkim Gülsümnün qığını toğurdu. O şuncha chiroyliq, shuncha muloyim. Şoňa yaxshi turmuş kechirishga munosib. Onun meni tanlamagini belkim to'g'rirdi. Xayr. Baxtli bo'l Gülsüm, baxtli bo'l. Qadrli tog'. Köyümcan derya. Sevircan alem. Hemimiz Gülsüm için bəxt dileyli. Bəxtlik bol Gülsüm. Bəxtlik bol. O mening yüzümni tugadigan bo'ldi. Hadislar bekor talablar bilan yurgan. Endi bo'lsa shaharga kirib Gülsümni o'qig'ini qo'ymay uni izlashga boshlabdi. U aksini faqat to'g'rimadi. Sizlarga bir gap qalay. Onun to'yini qilibasizlar. Oila yuki yuklansa, u o'ngishilib qolar. Bu yaramas bilan kimni to'y qilar? Qiz izlab yurmasakmi bo'ladi? Qiz uyimizdalar. O bo'lsa-mu Gülsüm. Sarang olduğunu nima? Gülsümni biz kichikdan tortib beqib cho'ng qildik. Endi uning hayotini biz nobud qilsak bo'lmas. Gülsümning Muhammadga ko'ngli bor. Olar kichigidan tortib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. İşenmisler Gülsüm'den mi so'rab baqsizlar? Bas. Gülsümgo mening gapimni yermaydi. Agar u bu yaramasni ma'qul ko'rsa, bo'pti. Qarang. Mana guli chiroyli ekan. Shundoq chiroyli ekan. Bek chiroyli ekan. Mayog'liqmi chiroyli ekan, qarang. Oy, Gülsüm keldi. Singlim, muborak bo'lsin. Nimaga? Xo'jam Muhammad ishqinglarning to'yiga qo'shildi, balam. Muhammed shahardan qaytib kelgandikan boshqacha bo'lib qoldi. Xuddi sarangdek bo'lib qolgan edi. U o'zining xo'shalligi va baxtini boshqalarga ato qilib etsa-mu, o'zining yana bir ohanatga qoldiganligini biletdi. U shunda xiyol surib yurib, bir qizning o'zini ko'lga tashlab ko'ribdi. Muhammed o qizni qutuldirib chiqdi. Ondan qarg'idek bo'lsa, u qiz dal Gülsüm edi. Gülsüm. Siz nima ish o'ylamoqchi bo'lasiz? Mush to'yini debmi? Mush to'yini debmi? Mush to'yini deb bilmoqchi bo'ldim. Nima ishqa? Mening siz bilan to'y qilg'im yo'q, buni sizmi bilasizmi? Men shaharda sizga ochiq degan. Siz yana nima ishqa?
Siz neyim degan razım? Özünüzün kudreti yo'qligini pamlab, endi bo'lganda ota-onangizni ishga soldingizmi? Asli siz o'zingizni oliyjanob ko'rsatib, shunday qilib ekansiz. Siz odam emas, hayvonkansiz. Qarang, ko'zlaringiz xuddi o'g'irning ko'zidek ko'rinyotdi. Jinoyatchidan o'lim jazosidan burun uning orzusini so'raydi. Ammo siz va boshqalar ham dadingiz bir haqiqatan mening orzuyimni so'rab boqdimi? Nemishqa? Meni beqib cho'ng qilganligim uchunmi? Shuni sizlar nima qildisanglar, men shuni qilam deb. Sizning nima ortiqchiligingiz bor? Sizning ya xizmatingiz, ya savodingiz, ya mol dunyoringizning tayini bo'lmasa, men degan o'qigan mening istiqbolim parlaq. Ammo sizchi? Sizning ko'chadagi bekotalatlardan hech qanday farqingiz yo'q. Siz yangi davrda yashab turib, ko'ni zamonning xurofotligida yashaysiz. Menla o'qigan do'stlarimga nima deyman? Men to'y qildigan odam bir savodsiz, hech nimasi yo'q. Qandoq tug'ilgan bo'lsa, shundoq yashaydi. Faqat samirdi, o'riqladi, kiyim kiydi, meni yaxshi ko'radigan bir shirkili odamdi. Acaba siz meni faqat yaxshi ko'rmamsiz? Odam hayvonni yaxshi ko'radi. Nima? Uning bilan to'y qilish kerakmi? Men sizning bundoq yolg'onchi ekanligingizni burun bilgan bo'lsam, bu yerdan allaburun ketgan bo'lardim. Siz nima degan soxtipas? Bo'ldi Gulsum. Bo'ldi, so'zlamang. Dadam balkim sizni mening so'zimni jirmaydi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Buni deganingiz pek yaxshi bo'ldi. Agar dadam sizdan beso'roq ish qilib qo'yganini bilsa, azoblanadi. Men burulla dadamning nazaridan tushgan. Ishqisi yo'q. Yana azroq tushsam nima bo'pti? Men dadamga Gulsum bilan to'y qilg'im yo'q deyman. Men har qanday ishga chidayman Gulsum. Biroq sizning azobingizga chidab tura olmayman. Xotirjam bo'ling Gulsum. Muhammad sizni endi avar qilmaydi. Avar qilmaydi. Men endish qilgan ish oxir yuz berdi. Muhammad, zodi sanga nim bo'ldi bolam? Bo'ldi qilinglar. Oxirgi qatim u o'z deb baqsin. Gulsum bilan zodi to'y qilamdi-ku yo'q. Qilmayman. Shu kundan boshlab Muhammad dadasining nazaridan texim tushib ketdi. Lekin u Gulsumning ota-onasining oldida yuz to'kilib ketmasligini xohlaydi. Keyin xo'jam Gulsumning to'yini Gulsum topgan heliqi savdogar bilan Muhammadning ko'z oldida qilavatdi. Shu ishlar bo'lgandan keyin Muhammad texim tushkilishib ketdi. Ödönüp qalay singlim. Siz bu ishlarni so'rab qoldingiz. Agar siz Muhammadni baxtli qilolmasangiz, uning ko'ngliga azor bermang.
Gülsüm, Yaxshimisiz? qandaq singlim? Bu mening nabir singlim Urumchida o'qiydi. Sizlarga tanishtirib qo'yay ekan. Tinchlikmi? Yaxshimisiz? Muhammad, bu yoqqa. Mehmonlarga tutqin. Acha u kim? U degan mushu uyda ishlaydigan birisi. Uni hammasi yaramas deydi. Shunga u shunday yashaydi. Muhammad xo'jam, to'xtab turing. Roshan Adolat, bu yoqqa kelinglar. Men sizlarga hurmatga sazovor birsini tanishtirman degandim-ku. U kishi Muhammad xo'jam bo'ladi. Xo'jam, bular mening do'stlarim. U ko'rinishda qancha oliyjanob ko'rinsa, amaliyotda mana shunday oliyjanob hurmatga tegishli inson. Biz boshqalarga sadiqa bersak, pul, kiyim-kechak, oshnom beramiz yoki bo'lmasa uyimizda turg'izib qolamiz. Lekin u bo'lsa o'zining arzusini, barlig'ini, xushallig'ini boshqalarga sadiq qilib atgan. Biroq sadiqini olgan odam uning yaxshiligini unutib ketgan. Lekin u yanala hech nimani ko'ngliga olmadi. U mana shunday oliyjanob inson. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Meni chaqirtqanmidingiz? Gapni nadan boshlashimni o'zimni bilmayman. Oldi bilan ismimni deb beray. Ismim Adila. Nima demoqchi bo'lsangiz, udil davring. Men bilan to'y qilamsiz. Sizning oliyjanobligingiz meni ram qilib oldi. Adila, uy qaytib keting. Bu savolimning javobi emas. Savadsizlar bilimliklarning savoliga javob beramaydi. Beralaydi. Azoblangan qalbingiz va yaralangan yuragingizga yuz tashlashligim yo'q. Biroq men siz bilan birga o'ssam, o'zimning baxtli bo'la oladiganligimga ishonaman. Man qarang. Menda hozir paqirab turgan ko'zimdan, yana so'qib turgan yuragimdan boshqa hech narsa yo'q. Boshqa ishlar tekshiraqda. Men hozir hech qanday xo'shallikqa va azobga bardoshlik berolmayman. Gülsüm sizning turmushingizdan allaburun ketdi. Lekin yana siz uni eslaysiz. Nimishqa mening xo'shalligimga bardoshlik berolmaysiz? Men Gülsümni unutib ketdim. Yo'q. Gülsüm sizni unutib ketdi.
muhabbat ikki kishilik daston. Undaq kishilar sizning azoblanishingizga arzimaydi. Rostla arzimaydi. Siz Gülsümning xatoligini bilib turib, yana uningga baxt tilayapsiz. Dal sizning oliyjanobligingiz meni o'ziga tatdi. Men sizni yaxshi ko'raman. Siz endi menga Gülsüm sizga qilgan eskiliklarni qiling. Men mush kunlarda nurg'un shirin xiyollarni surdim. Shirin xiyol dunyosidan tortib chiqarish yoki uni rostga aylantirish bu sizning ishingiz. Ati deganda sizni mush yerda saqlayman.